QVZdagi mana shu holatga o'zimni ham yurist sifatidagi fikrimni bildirmoqchiman do'stlar. Bilamiz, Saturn va Jasur Tayson nomi bilan mashhur bo'lgan sportchi blogerlarimiz bor, MMAda jang qiladigan. Ularni QVZ sahnasida masxara qilish holati kuzatildi. Hattoki o'sha multfilm qahramonlari muzlik davridagi adashmasam bittasining ismi Crash edi. Shularga aka-ukalarga o'xshatish holati ham kuzatildi. Bu holat haqorat qilish hisoblanadi va bu uchun 16,480,000 so'mgacha jarima qo'llanishi mumkin. Ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga asosan BXNning 20 barraridan 40 barrarigacha jarima qo'llanishi mumkin do'stlar. Haqorat qilish deganda ko'pchilik o'ylaydi do'stlar, onangni, palonchi pistonchigini unaqa qilaman, o'zingni bunaqa qo'raman, u yog'ingga, bu yog'im, xullas mana shunaqa qo'pol so'kilishlar, ya'ni so'zlarni tushunadi. Yo'q do'stlar, o'sha moddaga qaraydigan bo'lsak, haqorat qilish deganda shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish tushunish kerak. Ya'ni sha'ni va qadr-qimmat qasddan kamsitilishi kerak bu holatda. Shu sababli Jasur Tayson va Saturn tegishli joylarga murojaat qilib, o'zlarining huquqlarini bemalol himoya qilishi mumkin. Bundan tashqari ma'naviy zarar degan narsa ham bor do'stlar. Bu narsa fuqarolik sudiga berish orqali undirib olinadi. Ya'ni tegishli jinoyat sudining ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorini olib, tegishli fuqarolik sudiga ma'naviy zararni undirish bo'yicha murojaat beradi. Va bu orqali ma'naviy zararni ham undirib olish mumkin. Ma'naviy zararning cheklovi yo'q, xohlasa 1 milliard, 100 million, 10 million so'm bemalol xohlagancha talab qilishi mumkin va sud belgilab beradi bu narsani. Ma'naviy zarar o'sha huquqbuzarlik natijasida kimgadir yetkazilgan ruhiy bosim, ma'naviy ziyon, ezilishlar natijasida kelib chiqqan bo'lishi kerak. Do'stlar, bu holatga fikringiz qanaqa? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.